Bu yerda hozir bizning do'stimiz Abdurahim G'ani bizning vatanimiz Sharqiy Turkistonda navbatda Xitoylarningki xalqni ustun qilayotgan qirg'inchilikka qarshi yolg'iz bir namoyish uyushtiribdi. Men endi bu Amsterdamda do'stimiz Abdurahim G'anini qo'llash yuzasidan mushay kelib yol so'rash uchun keldim. Bu yerda Abdurahim Rus adamga o'zidan qilisha gollancha do'ppisni tushundirib qo'ldiring qilisha vatanimizda bo'lgan alam va dard alamlarni tushundiryapti. Var Rusya maçı. Bu Amsterdam bo'lgan bo'lsa, mana Gollandiyaninki poytaxti Amsterdam shahridagi simbol xarakteriga bu dam maydoni. Bu dam maydonda har qaysi millat yoki har qaysi xalq o'zi xohlagan turdagi xo'shallik va noroziligini ifodasi bo'ladi. Abdurahim bu yerda mana Xitoylarniki Sharqiy Turkistonda Uyg'urlarga berayotgan navbatdagi jinoiy qilmishini norozilik bildirib, yolg'iz kishilar bu namoyishni ağaynımız bir yerde uğurlaştırıptır. Ağaynımız Allah razı olsun. Yaxşı.